buyurgin. Bu yerda senga kerak bo'ladigan barcha buyumlar bo'ladi. Albatta video kontentlar yaratib yulduz bo'lishing mumkin. Nima? Videolar olib mashhur bo'lasan deydimi? Stop. Bu nimasi? Qanaqa orol bu? Men ham o'sha joyga borib ko'rishim kerak. Qanaqa joy bo'lishi mumkin o'zi asli? Ha, lekin meni orzuyim bor mashhur bo'lish. Rostdan ham o'sha orolga borib mashhur bo'lib ketsam bo'ladimi? Bo'lmasam buni tekshirib ko'rish kerak. Tezroq bu yerga borib, u yerni tekshirib ko'raman. U yerga tezroq borsam edi. Yuhu! Tezroq bora qolay. Nima deb o'ylaysiz, Red? Biz bu yerda mashhur bo'lib keta olamizmi? Yoki ha, yoki-da yo'q. Menimcha biz bu yerda mashhur bo'lib keta olmaymiz. Balki to'g'ridir, balki yo'q, lekin buni tekshirib ko'rish kerak. Let's go! Hamma shu yerga yig'ilibdi. Kechirasiz, bu yerga qanday qilib kelib qoldim o'zi? Bilmayman, shu yerda o'zi kelinglar deganda shu yerga keldik-ku. To'g'ri aytasizlar, to'g'ri, shu yerga keldik. Hamma yurishi mumkin oldinga. Menimcha ular eplay oladi deb o'ylaysizlarmi, ha, vazirlarim? Bilmayman, lekin unaqa joylarda o'tishlar juda ham qiyin. Menimcha o'tisha olmaydi. Buni vaqt ko'rsatadi, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Bu lava haqiymi? Yo'q, bu haqiqiy emasmi? Yo'q, voy, yo'rda. Bunaqa bo'lishini bilmagandim. To'g'ri aytasiz, Red, men ham bilmagandim. Bu yerda menimcha o'ta olsak kerak. Bu yer easy ekan. Ha, to'g'ri aytasiz, Tayper. Va nihoyat ikkinchisini ham tugatdik. Birinchisini deganim to'g'rimi, Red? Ha, to'g'ri aytasiz, Tayper. Menimcha bu yer qiyin yoki oson. Qaranglar, Red, bu yerda faqatgina narvonlar bilan foydalanamiz. Ha, menimcha bu ham oson yoki qiyin. Bu ikkinchisi juda ham qiyin ekan. Qarang, mana bu joydan qanday o'tib olsak bo'ladi. Hay, o'tib oldim. Va nihoyat 3-levelga yetib kelibmiz, qarang. Ha, bu anchagina qiyinga o'xshayapti, qarang. Nicho, mayli, biz o'tib ko'ramiz. Qarang, bro, men bu yerdan easy o'tib ketaman. Hoppa. Bo'ldi, всё, do'st. Bu yerdan men ham easy o'tib ketaman. What the fuck? Bro, biz qayerdamiz? Yo'q-yo'q, bu yer juda ham g'alati ko'rinyapti. Tabriklayman, Rich jamoasi. Sizlar muvaffaqiyatli bularni bajardingiz va siz mana bu pullarga loyiqsiz. Rahmat. Endi biz mashhur bo'lib keta olamizmi? Buni vaqt ko'rsatadi. Ha, menimcha vaqt ko'rsatsa kerak. Ijozat bersangiz, biz bu o'yinda g'olib bo'ldik. Shunga Rich jamoasining reklamasini shu videoda taqdim etsam bo'ladimi? Albatta bo'ladi, sizlar axir yutdingiz-ku. Stop do'stlar, hali video tugaganicha yo'q. Bugundan biz jamoamizga yangi odamlar istayapmiz. Obunachisi 50 tadan oshgan odamlarni biz jamoamizga qabul qilamiz do'stlar. Sizlar meni Telegram kanalimga kirib, kanalimga obuna bo'lib va pastga tursanglar, men uni silkasini tashlab qo'yganman va sizlar Rich Teamga qo'shilishingiz mumkin. Faqatgina sizlar yozib qo'ysangiz bo'ldi. Men bemalol qabul qilaman. Biz turli xil serverlar ochib birgalikda o'ynaymiz va yaqinroqdan tanishib olamiz. Ha do'stlar, boya aytganimdek Rich Teamning silkasini Telegram kanalimga tashlab qo'yganman. Sizlar faqat Rich Teamga kirib, menga obuna bo'lsangiz bo'ldi. Jamoaga qabul qilaman. Va bu serverlarda biz birgalikda PvP qilamiz. Hey. Hamda do'stlar, YouTube kanali bor do'stlarimizni bu Rich Teamda admin qilib ham qo'yaman. Sizlardan hech narsa ketmaydi. Faqatgina menga obuna bo'lib, Rich Teamga yozib qo'ysangiz bo'ldi. Jamoamiz a'zosisiz.
Biz faqatgina 1.12.2 va 1.19.2 da o'ynashimiz mumkin. Hehehe. Do'stlar, menga obuna bo'lsangiz bo'ldi va albatta server ochadigan do'stlarimiz ham bo'lsa, bu kanalga kirishingiz mumkin. Sizlar bilan biz birgalikda o'ynab, birgalikda jamoa tuzib va juda ham katta qilishga harakat qilamiz. Va aktiv bo'lib tursangiz bo'ldi. Xayr, sog' salomat bo'ling.